Mana shu ko'rib turgan narsalar 24 soatda 7000 so'mlik svet yoqadi deyapti. Uyga tayyor ko'mir olib yurmaysiz, tayyor buni suqib bersiz, o'zi istadi deyapti. Buni deyapti, garantiyasi deyapti. Buzilib qolsa, qizitmasa, isitmasa deyapti, olib kelsangiz to'g'rilab beramiz deyapti, garantiyasi deyapti. Undan tashqari ko'rib turibsizlar, radiatorda buni narxini qarang. Narxi 50 ming so'm deyapti. Meni nomimdan kelsangiz 45 ming so'mdan qilib beraman deyapti. Bunaqadan juda ko'p deyapti. Qarang, buni nomini nima deysiz? Bu ham radiator, ha? Bu ko'mir katerlarga, to'g'rimi? Bu ko'mir katerlarga bo'ladi deyaptilar. Buni narxi 35 ming, meni nomimdan kelsangiz 30 ming so'mdan qilib beraman deyapti. O'zimizni Toshloqda turibdi. Toshloqda Xotin qumi degan joyda turibdi. Pillaxonaning ko'chasidan kirganlarida buni narxini aytdim sizlarga do'stlar, 50 mingdan meni nomimdan kelsalaring 45 ming so'mdan qilib beradilar do'stlar. Bunaqasi bo'lmagan. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxi 700 ming so'm qilib beraman deyaptilar. Bemalol buni olsangiz bo'ladi. Undan tashqari qarasangiz, kichkinasi ham bor deyaptilar. O'zini deyapti termostatlarigacha bor deyaptilar. Ko'ryapsizlarmi? 80 gradus bo'lganda o'zi o'chib yonadi deyapti. Bunaqasi bo'lmagan, pastda telefon nomerlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana shu videoda xuddi shunaqa radiator oqtaraman degan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Videoga bitta like bosib, esdan chiqmang. Sog' bo'linglar.